U o'zini to'kib sochib ketgan ijodkor edi. Uning har bir satrida o'zbekning hech qachon sinmaydigan qilichining jarangi yangraydi. Mazkur ta'riflar O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufga atalgan. So'z san'atkorning samimiy muhabbat ila qalamga olingan ijodiy ishlari kirib bormagan xonadon bo'lmasa kerak. Poytaxtimizda joylashgan Turkiston san'at saroyida otashin shoir Muhammad Yusuf tavalludining 70 yillik yubileyi munosabati bilan nazm va navo kechasi tashkil etildi. Otamakonim, onajon o'lkam, O'zbekiston, jonim to'shay soyangga, senday mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, Rimni alishmasman beda poyangga. Muhammad Yusuf ona yurtining keng dala dashtliklarini, qirlarini, beda poyalarini Rimga alishmagan yagona shoir edi. Hattoki Parijning eng go'zal restoranlarini ham bitta tandiriga alishmagandi. Xotira kechasida adabiyot, san'at va ijodning chin ixlosmandlari uchun shoirning saylanmasi hamda Muhammad Yusuf zamondoshlari xotirasida kitoblarining taqdimoti bo'lib o'tdi. Bu asarlarda, umuman bu qo'llanmada shoirning o'sha so'nggi she'rlari hech kimga ma'lum bo'lmagan asarlar ham, shuningdek hikoyalar qiziqarli tarzda ifoda etilgan, hali bunaqangi katta to'plam holida chop etilmagan edi. Asarlar tarjima qilinyapti, ingliz tiliga tarjima qilindi, turk tiliga tarjima qilindi. Kinematografiya agentligi tomonidan tasvirga olingan Muhammad Yusuf haqidagi hujjatli film ham namoyish etildi. Unda shoirning bolalik davri, o'y kechinmalari, ijodiy olami hamda ustoz va shogirdlarining qalb izhorlari, olim va mutaxassislarning fikr mulohazalari aks ettirilgan. Men dadam filmlarda ham o'ynaganman-da. Sho'x bola bo'lgan deyishga. Hamma yordam bergan ekanlar, yaxshi inson bo'lgan ekanlar. Keyin qayerga borsam ular haqida yaxshi narsalarni eshitaman-da. Tadbir davomida shoir she'rlariga bastalangan qo'shiqlar san'atkorlarning chiqishlarida jarang sochdi. Ey jufti halolim, ne g'amimiz bor. 8 taga yaqin she'rlarni qo'shiq qilganman. Men borgan qaysi tadbirim bo'lmasin, bittasini hech bo'lmasa aytmasdan chiqib ketmayman. Chunki xalq so'raydi, xalq yoqtiradi, xalqning ko'nglidan joy olgan. Otam O'zbekiston xalq artisti Nurdan Haydarov so'z bilan Muhammad Yusuf bilan juda ham ko'p ijodiy hamkorlik qilishgan. Shoirlarimizni, ustozlarimizni mana ustozlar kuni arafasida eslab shunaqa katta konsertni uyushtirishgandan juda ham xursand bo'ldik. Rayhon degan qo'shiqni ijro etganman. Muhammad akani shaxsan o'zlariga eshittirib va shu qo'shig'im borasida duolarni olganman. Xuddi ipga dur taqilgandek so'zlar bir-biriga ma'no jihatdan ham, qofiyasi ham juda ham bir chiroyli keladigan bir she'rlar yaratib ketdilar. Muhammad Yusuf qisqa umr ko'rgan bo'lsa-da, she'riyat shaydolari qalbida o'zining hayotbaxsh satrlari bilan muhrlandi. Shoir tavalludining 70 yilligiga bag'ishlangan uchrashuvlar davom etadi.